Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu ala rasul. Parvardigora, mana bugungi safarlarimiz, istiqbol safarlarimiz juda ko'ngildagidek o'tyapti. Mana bugun mening 6-kunni Xudo xolasa boshlanadi. Bu yerdagi sharoitlarga juda turistlar uchun, xizmatkorlar uchun juda yaxshi sharoitlar qilingan ekan. Men o'ylaymanki, mana shu davlatimizga, mana shu Qirg'iziston hukumatiga mana shunday yengilliklar yaratib qo'yganliklari uchun juda minnatdormiz. Kelingizlar og'ayin O'zbekistonlik, Qozog'istonlik, Qirg'izistonga kelib mana Issiqko'lda dam olib, ham ma'naviy, ham hordiq chiqarib, hamma sharoitlar yetarli. Issiq ovqatda muammo yo'q, transport masalasida muammo yo'q. Mana xohlasangiz Issiqko'lga borib, ko'lda cho'milishingiz mumkin. Kemalar qo'yilgan, kemalarda sayr etib, kechqurunga sayr qiladigan xiyobonlar bor. Juda katta kedroy deydi, endi qayroq alo'di. O'rmonzor bor ekan, Beryozoviy, ya'ni oq qayinli o'rmonzorlari. Shunaqangi sokinlik, juda odamlar ham yaxshi. Ayniqsa O'zbekistondan, Toshkentdan, O'zbekistondan viloyatlardan juda ko'pchilik turistlar kelib, hordiq chiqarib dam olyapti. Men aytamanki, barchani mana shu yerda dam olishga chaqiraman. Ma'muriyatga juda katta rahmat. Mana shu yerda bosh bo'lib turgan mana shu Golden Rain mehmonxonasining xizmatchilariga, rahbarlariga katta minnatdorchilik bildiramiz. O'zimiz nomimizda mana bu akamiz Sherikimizdan mana Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurgan, men Samarqand viloyatidan Payariq tumanidan tashrif buyurganman. Dam olishlarimiz juda bordoqli ketyapti. Ham dam olish, ham ibodat. Buni o'zi juda katta payg'ambarimiz ham aytishganki, ziyorat bu katta bir narsa, ziyorat bilan ibodat qilinglar degan. Shuning uchun men hamma qadrdonlarni Issiqko'lga taklif qilaman. Rahmat.